Instagram xalqi eshitdinglarmi? Yulduz opam ajrashgan ayollarni unitaziga o'xshatibdi. Yulduz opa, siz ham osmondagi oymassiz. Marg'ilonda nima bo'yib, Marg'ilonda qanaqa yashaganlaringizni juda yaxshi bilamiz. Siz ham kim bo'lganligingizni juda yaxshi bilamiz, Yulduz opa. Nonni katta tishlasangiz ham katta gapirmang. Farishta emassiz, siz ham Yulduz opa. Siz ham shu unitaz bo'lgan ekansizda demi? O'zingizga ham bir ashini olib gapirdingizmi? Ko'tingiz yuvilib, Qur'on o'qigan odam bo'lib, og'zingizdan har xil gaplar chiqib, osmondagi oyman demang. Sal pastroqqa tushavering. Pastroqqa tushavering. Kimligini Xudo biladi. Siz farishta emassiz. Siz oppoq emassiz. Siz ham hech bir anaqalarni qoldirmagansiz. Yemagan, Marg'ilonda yemaganlaringiz qolmagan bo'lsa kerak. Umuman tak O'zbekistonda yemaganlaringiz qolmagan bo'lsa kerak. Ho'ltashay eringiz ham yoningizda yurib, kimga nima qilsangiz, hozir ham bunday qilib ketadigandansiz, Yulduz opa. Yeb turib bunday qilib og'zingizni artib ketadigandansiz. O'zingizni yig'ishtirib oling, Yulduz opa. Jalingdaqa o'zingizdan ketib balingda qo'yib qolibsiz. Ko'tingizni arting siz oldin. Gapirishdan oldin ko'tingizni yaxshilab artib tozalang. Bu yerdagi odamlarni gapirishdan oldin ko'tingizni yaxshilab artib yuvib tozalang opa. Sizni kimligingizni biz juda yaxshi bilamiz. Sizni masalan shaxsan men sizni bir tiyinga olmayman. Bir tiyinga olmayman. Siz men uchun bitta musursiz.